Bir yigit uylanishdan oldin rosa maslahat qildi. Odamlardan so'rab 99 xil odamning maslahatini oldi. Qanaqa ayolga uylansam bo'ladi? Qanaqa to'y qilsam bo'ladi? Hech kimdan bir jo'yali gap chiqmagandan keyin o'zlariga o'zlari ahd qildilarki, ertalab tong otsa ko'chaga chiqaman. Qaysi bir odam birinchi bo'lib ko'zimga ko'rinsa, o'sha odamning maslahatini olaman, shuni gapi gap. Nimasa o'sha maslahatga ko'nib uylanaman. Ertasi kun tong otgandan keyin ko'chaga chiqsalar, bir devona sifat jinni odam qamishdan ot yasab chuv-chuv deb yugurib yurganini ko'rdilar. Hayron bo'ldilarki, endi bu jinni bir devona odam bo'lsa. Lekin men o'zimga o'zim ahd qildimki, kim menga birinchi uchrashsa, shu birinchi uchragan odamning gapi bilan men uylanaman deb Allohning oldida qasam ichganman. Endi nima bo'lsa ham bo'ldi, shu devona bo'lsa ham bunda bir hikmat ko'rib turibman. Huzuriga bordilar. Qoch otim tefolmasin degan gapni gapirgandan keyin to'xta birodar. Meni bir maslahatim bor. Men umr savdosi, hayotga, mustaqil hayotga qadam qo'ymoqchiman. 99 xil odamning gapini oldim. Hech qaysidan bir jo'yali gap topolmadim. Uylanmoqchiman. Qanaqa ayolga uylansam bo'ladi? Shunda haligi devona sifat odam ayollarni birodar toifasi ko'p. Birinchi toifa ayolga uylansang bu foydali. Ikkinchi toifasiga uylansang bu zararli. Uchinchi toifasiga uylanish noma'lum dedilar. U otlarda yana davom etdilar. Hayron bo'ldi, bu nima degani o'zi? Orqasidan yugurib borib, birodar to'xta. Tushuntirib gapirgin. O'zi nima deyapsan? Birinchi ayolga uylansang foydali deyapsan. Ikkinchi ayolga uylansang zararli deyapsan. Uchinchi ayolga uylanishni noma'lum deb ko'rding. Gapirgan gapingni tushuntirib gapirgin. Izoh berib gapirgin deganda haligi odam javob bergan ekan. Birinchi ayolga uylangin deganligim foydali deb maslahat berganim bokira qiz, hali turmush ko'rmagan. Ko'z ochib ko'rgan, go'shanga kirganda seni ko'rib, seni bilgan. Qalbi senga moyil, vujudi senga moyil. Nima desang o'shanga ko'nib, birinchi nikoh kechasi seni bilgan, seni ko'rgan, boshqa bir turmush ko'rmagan bokira qiz seni foydang. Ya'ni bu hali turmush ko'rmagan. Ikkinchisi zararing deganligim, turmush ko'rib, eri o'lib, tul qolgan ayolga uylanish bu zararliging. Yo foydang. Zararli bo'ladigan holat. Agar oldingi eridan yaxshi bir xulq egasi bo'lsang, seni turmushingga ko'nib ketadi. Agar oldingi yerdagi mulozamat qila olmasang, topish tutishmi, ro'zg'ormi, boshqa jihatda oldingi yerda hali ham ko'ngil bo'ladi. O'tgan erni qumsab yig'lab kunlarni o'tkazadi. Nima bo'lsa ham birinchi ko'rgan erim yaxshi edi degan gapni ta'na malomat qilib yuzingga yetadi. Keyingi turmush kiyimga solingan yamoq bilan barobar bo'ladi degan gapni yuzingga yetmasligi uchun agar yaxshi bo'lsang, xulqing afzal bo'lsa, oldingi yerdan sen g'olib bo'ladigan bo'lsang, ustunlik qilsang, bu seni foydang. Bo'lmasam seni zararing. Uchinchi ayolni uylanishing noma'lum deganligim, turmush ko'rganu lekin bola tug'magan. Tekkandan keyin bola tug'ishi noma'lum yoki ma'lum. Tug'sa seni foydang, tug'masa zararing. Mana shu narsani senga maslahat qildim. U yog'ini o'zing o'ylab ko'rgin deb yana yo'llarda davom etdi. Qarasaki, devona odam emas, jinni odamdan bunaqa gap chiqmaydi. Orqalardan quvib borib, "Sen jinniga o'xshamaysan, birodar. Bergan maslahating juda bir foydali gapga o'xshab qoldi. Nima deganing bu?" deganlarda men o'zim jinni emasman. Men bir katta shaharga qozi bo'lmoqchiligimda odamlar saylamoqchi bo'lishdi. Lekin men qozilikni inkor qildim. Qozi bo'lgandan keyin noto'g'ri fatvo berib qo'yish bor. Haromga aralashib qolish bor, poraga aralashib qolish bor. Qiyomatda hisobi og'ir bo'ladi deb odamlar majbur qilgandan keyin o'zimni jinniga solib devona sifat bo'lib ko'chaga chiqib ketdim. Mana shu maslahatni senga berdim. Agar shunga ko'nsang, qalbingni amriga qarab ish tutavergin degan gapni gapirib, yo'llarda davom etib ketdilar. Ana shu narsa muhtaram birodarlar, uylanishdan oldin uylanmoqchi bo'lgan har bir yigitga oldiga maqsad qilib qo'ygan insonlarni o'ylab ko'rishiga bir imkoniyat bo'lsin deydi.